Bugungi kunda ko'pchilikning fikricha, sun'iy intellektning rivojlanishi bilan ba'zi kasblar insonlarning qolidan olinmoqda. Shu sababli shu sohalarda insonlar asta-sekin siqib chiqarilayotgani haqida fikrlar paydo bo'la boshladi. Ammo bu qanchalik to'g'ri? Yoki aksincha, sun'iy intellekt faqat yordam beradi, lekin insonlarni butunlay siqib chiqarmaydi, degan fikr ham mavjud. Shu bois savol tugiladi: sun'iy intellekt insonni ishdan o'chiradi yoki unga yordam beradi? Sizning fikringiz qanday? Albatta, ba'zi kasblarda sun'iy intellekt haqiqatdan ham standartlashtirilgan va avtomatlashtirilgan ishlarni o'z zimmasiga olishi mumkin. Lekin o'zga kasbning o'ziga xos, shaxsiy va insoniy tomonlarni to'liq tushunib, egallab olishi qiyin. Masalan, aniq bir mijozning o'ziga xos talablarini sun'iy intellekt inson kabi chuqur tushuna olmaydi. Bu esa shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt bunday kasblarda eksklyuziv, shaxsga mos xizmat ko'rsata olmaydi. Shuning uchun, albatta, sun'iy intellekt ayrim ishlarni insondan yaxshiroq yoki tezroq qila oladi. Ammo insonning hissiyotini, tajribasini va e'tiborini almashtira olmaydi. Demak, insonsiz sun'iy intellekt ba'zi muhim mayda detallarni bajara olmaydi. Mening shaxsiy ish tajribamda ham bunday holatlar ko'p uchraydi. Masalan, ba'zan dizayn uchun rasm yaratish kerak bo'ladi va eng tez, oson yo'l bu sun'iy intellektdan foydalanish. Albatta, bu juda qulay va tezkor. Lekin qiziq tomoni shundaki, bir xil so'rovni yuborsangiz ham, sun'iy intellekt har doim bir xil natija bermaydi. U turli xil rasmlar taklif qilishi mumkin. Agar mijoz talabchan bo'lmasa yoki oddiy tasvir yetarli bo'lsa, bu usul bilan ish tez tugaydi. Ammo agar mijoz rasmdagi ba'zi detallarni o'zgartirishni istasa, unda sun'iy intellektdan aniq va to'g'ri talabni bildirish bir oz qiyin bo'lishi mumkin. Shu holatlarda men o'zim qo'l bilan ishlab chiqarilgan dizaynni tayyorlashni afzal ko'raman, chunki u qulayroq va aniqroq natija beradi. Shuning uchun sun'iy intellekt qaysidir ishlarni insonda yaxshiroq qilishi mumkin, lekin inson faktori bo'lmasa, ayrim nozik va shaxsiy jihatlar yetishmay qolishi mumkin. AI rivojlanishi bilan yangi imkoniyatlar paydo bo'lmoqda, lekin insonning hissiyoti, tajribasi va ijodkorligi hali ham juda muhim. Kelajakda muvaffaqiyatli bo'lish uchun yangi ko'nikmalarni o'rganish, texnologiyani to'g'ri tushunish va inson va AI o'rtasidagi hamkorlikni yaxshi yo'lga qo'yish muhim bo'ladi. Siz nima fikrdasiz? Sun'iy intellektdan qo'rqasizmi yoki u yordam beradi deb o'ylaysizmi? Izohlar orqali fikringizni baham ko'ring. Agar video yaxshi bo'lgan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.